Men ko'kchoyman. Tanani tinchlantiraman, ichni tozalayman. Har kuni me'yorida ichsangizmanch, sog'liqni asrayman. Men karamman. Ichaklar uchun foydaliman. Tanani tozalayman. Meni yeb, sog'lom hayotni tanlang. Men avokadoman. Tanaga kuch beraman, sog'liqni mustahkamlayman. Meni yeb, to'g'ri ovqatlanishni tanlang. Men ismaloqman. Temirga boyman, kuch va quvvat beraman. Sog'lom bo'lishni istasangiz, meni tanlang. Qon aylanishini yaxshilayman, tanani kuchaytiraman. Meni tanlasangiz, sog'lig'ingizga foyda qilasiz. Men nokman. Hazmni yengillashtiraman, tanani sokinlashtiraman. Yengil ovqat istasangizmi, men to'g'ri tanlovman. Men lavr bargiman. Meni kiyim javoningizga, buyumlaringiz orasiga qo'ying. Kuyalar mening hidimni yomon ko'radi. Shuning uchun kiyimlaringiz xavfsiz qoladi. Meni quriting, yoqing va tutunimni tarqating. Men hasharotlar, pashshalar, chivinlar va hatto chumolilarni ham haydayman. Meni un, guruch yoki makaron idishlaringizga solib qo'ying. Ombor qo'ng'izlari hidimga toqat qila olmaydi va ozuqalaringizdan butunlay uzoq yuradi. Xushbo'y hidim asablaringizni tinchlantiradi. Yostig'ingiz ostiga 1-2 dona barg qo'yib ko'ring, zumda uyquga ketasiz. Meni issiq suvga solib, bug'idan nafas oling. Shamollaganda nafasni osonlashtiraman. Burun bitishini ochaman va yo'qtalni to'xtataman. Uxlashdan oldin meni vannaga soling. Yog'im mushaklarni bo'shashtiradi, charchoqni ketkazadi va terini tinchlantiradi. Obuna bo'lishni ham unutmang. Qon aylanishini yaxshilayman, tanani kuchaytiraman. Meni tanlasangiz, sog'lig'ingizga foyda qilasiz. Men lavlagiman O'rzay. Qon aylanishini yaxshilayman. Energiya beraman.